Islom diplomini Qandilov Erkinjon Yo'ldosh. Bugun odatdagi operatsion kunimiz. Mana kabinetdan turib, sekin o'zimni sertifikatlarimni ko'rsatib ketyapman. Mana bu yerda o'zimni bejiklarni ko'rsatmoqchiman. Konferensiyaga borganlarimni deyarli hammasini to'plaganim yo'q. Ya'ni постоянно bilim olamiz, o'rganamiz va bemorlarga tajribada ishlatamiz. Bemorlar bizdan shuni yaxshi oladi. Mana bu bizni koridorimiz. Mana bu operatsion faqat kasallarni operatsiya qilamiz. Shuning uchun kasallar chaqirmadik. Mana ko'rib turganlaringdek bu yerda mana bu UZI apparat. UZI apparatimiz professional Logic B9 3.3 amerikanskiy hisoblanadi. Bu 3 ta kabinetlar kelganlar bilishadi. Moskvadagi bo'lgan bizning nimamiz, отделениemiz va mana kabinet konteynerda kabineti. Va koridor bilan shunaqasiga sekin turib operatsionga yo'l olamiz. Bu bizning retsepsiyonimiz. Bilsalaring kerak kelganlar mayligina minibar va mana shunday qilib hozir men operatsionga va o'zimga sal nazar solib qo'yaman.